Diqqat! O'zgidromet fuqarolarga jiddiy ogohlantirish bilan chiqdi. Zarurat bo'lmasa aslo ko'chaga chiqmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 14-may kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi, deyiladi prognozlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.